Siz u bizga faxr tuyg'usini taqdim eta olgan insonlarning ajdodi ekanimizning o'zi yanada qalblarimizni to'lqinlantiradi. Agarda tarix qa'riga qanchalik chuqurroq kirib borsak, sirlarning siri ochilib borgani sari bizning shuurimiz ham shu qadar teranlashib, izchillashib boraveradi. Qalb ko'zgumizda esa faqat ma'naviyatli insonlarning siymosi aks etaveradi. Hakim at-Termiziy asarlarini o'qib bilish mumkinki, biz ilmiy tadqiqotimiz natijasida Al-Hakim at-Termiziyning ma'naviy merosini o'rgandik, tahlil qildik. Kitoblaridagi boy pedagogik jihatlarini qiyosiy tahlil qilib, undagi ustoz shogird an'anasi, undagi har bir insonni ilm, ma'rifat egallashi haqidagi fikrlarni bugungi kunda aynan yoshlarimizga, qolaversa xalqimizga yetkazib berishimizdan iborat.